O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yillik tarixi. Ushbu katta tarixni yaqinda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi muzeyi izchil va yaqqol aks ettiradi. Muxbirimiz mazkur majmuaning yangi qiyofasi, u yerda yaratilgan sharoitlar haqida hikoya qiladi. 2025-yil 17 oktyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixida yangi davr boshlangan sana. Prezidentimiz o'sha kuni bir guruh tarmoq vakillari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, 120 yillik tarixga ega bo'lgan O'zbekiston kasaba uyushmalari faoliyatida yuksalish va pasayish davrlari bo'lgan, ammo bu tashkilot hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Bugun kasaba uyushmalari nafaqat mehnatkeşlar huquqlarini himoya qiluvchi, balki inson qadrini ulug'lovchi, adolat va hamjihatlik g'oyalarini hayotga tatbiq etuvchi fuqarolik jamiyatining yetakchi kuchlaridan biriga aylandi. Ana shu 120 yillik ulkan tarixni izchil va jonli tarzda namoyon etuvchi O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi muzeyi. Bu tarix muzeyi 120 yil ichidagi alohida tarixiy voqea deb e'tirof etish mumkin. Muzeyni aylanib yurganimda e'tibor qaratdim. Ish beruvchi kasaba uyushmasini raisiga xat yozyapti. Mehnatkashlarni shanbalikka olib chiqishga ruxsat so'rayapti va u yerda kasaba uyushmasini rozilik xati. Bu shunchaki hujjatlar emas, ayni tariximizda ham ijtimoiy sheriklik masalalari juda bir yuqori darajada yo'lga qo'yilgan ekan. 120 yillik tarixni so'nggi 7-8 yilini men gapiryapman. Sog'lomlashtirish sanatoriylar 15 ta bo'lgan bo'lsa soni, bugungi kunda bularning soni qariyb 2 baravardan ko'proqga oshdi. Yana buni kelgusida oshirish bo'yicha muhtaram prezidentimiz uchrashuvda har bitta hokimlarga ham tavsiyalarni aytdilar. Mehnat qilish uchun yaxshidan mehnatga hamdam deymiz, ishlashni bilganimizdan keyin dam olishni ham bilaylik deb aytdilar prezidentimiz. Mana shu joyda bilasizmi, haqiqiy mehnatkashlarni haq huquqini himoya qiluvchi kasaba uyushmalaridan ham oldinda ketayotgan davlat rahbari muhtaram prezidentimiz ekanliklari bizga juda katta g'urur bag'ishladi. O'zbekiston kasaba uyushmalarining 120 yillik tarixiga daxldor hujjatlar mana ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Eng qadimiy faktlar 1905-yili tashkil qilingan ilk kasaba uyushmalari O'zbekiston temir yo'lchilari va aloqa xodimlari tomonidan tashkil qilingan va muzey to'ridagi mana shu noyob eksponat ana shu haqiqatdan so'zlaydi. Ushbu muzeyimizda 2000 ga yaqin eksponat to'plangan. Tarixiy hujjatlar, eksponatlarni uzoq yillar davomida O'zbekiston Milliy arxivi, O'zbekiston kino hujjatlar arxivi, bundan tashqari yaqindagina biz Sankt-Peterburg arxivlarida ishlab keldik. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, bundan tashqari o'sha Rossiya Federatsiyasidagi kutubxonalar arxivlardan to'plangan hujjatlar asosida yig'ilgan. Misol uchun 1905-yilning fevral oyida aynan Toshkent temir yo'lchilari O'rta Osiyoda birinchi bo'lib 8 soatlik ish kunini joriy etish, bayramlardan oldin ish kunini qisqartirish kabi talablari bilan chiqishadi. Shu hujjatning asl nusxalarini ko'rishingiz mumkin. Muzeyda O'zbekiston kasaba uyushmalari nashri bo'lgan Ishonch gazetasining ilk sonidan to bugungi kungacha bo'lgan sonlarning elektron varianti bilan ham tanishish imkoniga ega bo'lasiz. 2021-2025 yillar oralig'ida muzey 5030 nafar tashrif buyuruvchilarni qabul qilgan. Shular orasida qator xalqaro mehmonlar, kasaba uyushmalari umumkonfederatsiyasi delegatsiyasi, xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi delegatsiyalari, umumiy hisobda 23 ta xalqaro delegatsiyalar O'zbekiston kasaba uyushmalarining boy tarixi va bugungi kundagi yangi O'zbekiston, yangi kasaba uyushmalar faoliyati bilan o'zlarining iliq va samimiy fikrlarini bu yerdagi faxriy mehmonlar kitobida yozib qoldirishdi.